Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlarga hammalarga xabarim bor. Xabarim shundan bog'liqki, Amazon yana o'zini ustida ishlab, ichki qonun shartlariga o'zgartirish kiritdi. Va bu kiritgan o'zgartirishlari bu gal O'zbekiston pasporti bilan ochilgan akkauntlarga ta'sir qildi. Bu narsadan bizning xabarimiz bor edi. Bu narsa O'zbekistonga emas, ya'ni Qirg'iziston yoki Qozog'iston fuqarolariga ko'proq tegishli edi va O'zbekistonga hali ta'sir qilmagan edi bu narsa. Mart oyining oxiridan O'zbekiston akkauntlariga aniq bir chegaralar qo'yildi, ya'ni aytaylik, aniq bir qanaqadir brendlarni endi O'zbekiston pasporti bilan ochilgan akkauntlarda sotish huquqi yo'q. Ya'ni bu narsani ustida biz o'zimiz ishlayapmiz va biz o'zimiz masalani hal qilishga harakat qilyapmiz va qanaqadir yengillik bo'lsa, kursimizda albatta aytib o'tamiz. Kursimizning ozgina cho'zilishini sababi ham shunga bog'liq bo'lib qoldi, chunki biz shu masalani sizlarga tezroq ravishda hal qilib, yanada ham ko'proq imkon bo'lishi uchun o'zimiz tarafdan masala yechimini topishga harakat qilyapmiz. Endi bu nima degani? Bu degani umuman sota olmaysizlar degani emas. Bu narsa imkon bor hali ham, ya'ni sotishga imkon bor. Lekin bizani aytaylik 100 ta topgan tovarimizdan, misol uchun nechtasidir biz sota olmaymiz. Shunga bizani imkonimiz ozgina kamaydi. Lekin bu narsani kelayotgan darslarimizda, ya'ni tovar qidirayotganimizda qanaqa ko'rinishda bo'lishini ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu yengilliklar. Rahmat.